xalqimiz tufayli, siz tufayli onam 45 ga kirib birinchi marta buni Toshkentga keldilar. Mana ikkinchi qatorda o'tiribdilar, hozir meni ko'rib. Duoingizni so'rab. Qanisiz? Qanisiz? Voy, qani chiqing, keling. Keling. Xudo xohlasa nima shu konsertni ochib bo'ldi, siz Toshkentga aylantirib shu. Assalomu alaykum Xudoda. Sizga ming rahmat. Shu musofirdan shu o'g'limni managa olib kelib, katta sahnatda yurganiga ming rahmat aytaman. Boshim tekkingacha sizga ta'zim aytaman, opajon. Xalqimizga hammangizga rahmat aytaman. Rahmat. Tolibjon, hammasi ortda. Hamma narsa ortda qoldi.